Siz bilasizmi, siydik biz ichadigan suvdan emas, balki qondan hosil bo'ladi. Keling, suv organizmda qanday yo'l bosib o'tishini kuzataylik. Bir qultum suv ichganingizda u qizilungach orqali oshqozonga, u yerdan esa ichakka o'tadi. Aynan ichakda suvning katta qismi devorlar orqali qonga suriladi. Qonni shartli ravishda ikki qismga bo'lish mumkin. Plazma bu asosan suvdan iborat bo'lgan suyuqlik qism va to'ldiruvchilar, ya'ni hujayralar hamda plazmadan erigan moddalar. Qon buyraklardan o'tganda ular juda aniq filtrlar kabi ishlaydi. Shu paytda organizm qaysi moddalarning filtratda, ya'ni qonga qaytishi kerakligini hal qiladi. Masalan, foydali moddalar va suvning bir qismi. Xo'sh, nimani chiqarib yuborish mumkin? Natijada buyraklar ortiqcha deb topgan hamma narsa siydik pufagiga siydik shaklida yuboriladi. Ya'ni siz organizmdan chiqargan har bir tomchi siydik yaqinda qoningizning bir qismi bo'lgan. Buyraklar siydikni ovqat qoldiqlaridan hosil qilmaydi. Ular uni qondan hosil qiladi. Suyuqli tuzlar va chiqindi moddalar muvozanatini boshqarib, shu sababli siydik tahlili orqali sog'lig'ingiz haqida ko'p narsani bilish mumkin. Chunki u organizmda nimalar bo'layotganining bevosita aksidir.